Xudo xolasa mana 4,5 metrli O'zbekiston yagona bo'lgan chanqoqli apparatimiz bitta. O'zi avtomatik o'raydigan holatda, mo'lari ham o'raveradi gilamni. Tayida musullari ham chiqadigan. Onlari ham mana maydan o'z tortib ketadi gilam solgandan keyin. Keyin eng asosiy joyini ko'rsanglar mana koloniya o'yna. Sinmaydi mana ko'ryapsizlar. Shu holatda qanaqa qo'yadi mahsulotlar ko'ryapsizlar. Avtomatik o'zi qo'qadi. Hattoki tagida shilegi ham bor. Shilegi orqali musullar chiqariladi. Xolos kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, hamma avtomat holatda. Hatto bu relslari ham invertorli. Bu holat mana knopka to'xtaydi. Masalan, bu mo'lari ham mana avtomatik sinay holatda. Masalan, chang gilam, yomon gilamlar bo'lsa, mayta razgomini kuchaytirsa ham bo'laveradi mana. Tezkor qilsa ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar. Xolasinglar sekinlashtirsa ham bo'ladi. Invertor orqali. Qo'lni avtomat holatda qilingan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bog'lab chiroqli qilib, taxlab sizlarga yana qilib beramiz. Xudo xolasa ustalarimiz mashq bolalar yasagan. Mana, chalasi yasab, chiroqli qilib so'naga qo'ygan. Aytaverasizlar, yasab o'rnatib yurishga beramiz. Mana, sizlarga xudo xolasa. O'zbekistonda shu yagona bo'lgan 4,5 metrli chanqoqli apparatimiz bor. Ishlashlari sotki, kompyuterlari yo'q. Yana kompyuterlari bor, o'zimiz bilamiz, buni keyingilardan to'g'rilab ketamiz. Taylari ham mana g'ildiraylik, tormozi bor. Bemalol siltitib, u yoqqa olib borsanglar ham bo'laveradi. Mana yerda eshik ochiladi, eshikni ochganda musulni oladigan joyi ham bor. Mana ko'ryapsizlar, yurgizinglar mana. Maylari ham buni ustunli qilib o'ylangan, patronilari ham patroniya qilingan, shifoniga oqilgan steplari ham tortilgan holatda. Hatto bu yerda shiragi bor. Musulni tortib chiqarib ham turadi. Qolib ketgan musulni bu tortib chiqarib beradi. Bu yerda to'plangan chang havoni, mayda kuchli havomiz bor. Mashq orqali havoni tortib beradi. Mana ko'ryapsizlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar.